belbog'in bog'laydi dehqon, dunyo bog' bo'lsin deb ter to'kar bog'bon. Bulardan ibrat ol, do'sti qadrdon, xush kelding Navruzim, xush kelding bahor. Sharqona yangi yil hisoblangan Navruz bayrami Chortoq tumanida ham katta tantana bilan nishonlandi. Umumxalq saylida turli yoshdagi aholi vakillari, mehnat jamoalari, mahalla faollari va yoshlar ishtirok etishdi. Bayram tadbirlari Chortoq tuman markazidagi xalq sayllari bilan boshlanib, turli mahallalarda hasharlar, sumalak sayllari va milliy sport musobaqalari bilan davom etdi. Ertalabdan milliy taomlar tayyorlanib, sayl uchun maxsus go'shalar tashkil qilindi. Tadbir doirasida mehnat jamoalari, ta'lim va madaniyat muassasalari hamda tadbirkorlik subyektlari o'z sohalariga oid ko'rgazmalarni namoyish qildi. Hunarmandlar milliy liboslar, zargarlik buyumlari, kulolchilik va kandakorlik asarlarini taqdim etdilar. Shuningdek, milliy sport turlari bo'yicha bellashuvlar o'tkazilib, onaxonlar duolari bilan hamohang tarzda sumalak sayliga ulandi. Tuman hokimi Ilhomjon Sattarov boshchiligida hokimlik, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tashkilot va muassasalar rahbarlari bayram saylida ishtirok etib, mehmonlarni samimiy muborakbod etishdi. Shodiyona yozgi amfiteatrda davom etdi. Tuman madaniyat bo'limi xonandalari va 14-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilarining chiqishlari yig'ilganlarga bayramona kayfiyat baxsh etdi. Folklor ansambllar, milliy raqs guruhlari va sahnalashtirilgan tomoshalar bayramga yanada shukuh bag'ishladi. Navruz saylida mehmonlar va aholi bir-biriga ezgu tilaklar tilab, bag'rikenglik va do'stlik bayrami g'oyasi ostida umumiy musiqiy chiqish namoyish etildi. Shu tariqa Chortoqdagi bayram tadbirlari xalq sayli, milliy qadriyatlar, sport va san'at uyg'unligida esda qolarli tarzda o'tdi.